Assalomu alaykum, musofirchilikda ishlab yurgan mo'min musulmon aka-uka opa-singillarimiz, kirib kelgan ro'za va Ramazon oylari qutlug' bo'lsin, fayz barakatli bo'lsin. Demak, yaxshi niyat maqsad qilgan bo'lsanglar, niyat maqsadinglarga yetinglar. Tutgan ro'zanglar qabul bo'lgan ro'zalar qatorida qabul bo'lsin. Biz faqat xolis Alloh uchun komanda bilan bir niyat qildik. Har juma bitta qiynalgan birodarimizni absolyutno besplatno hijoma qilishga niyat qildik. Qanaqa uslugalar bo'lsa, hamma uslugalar absolyutno besplatno. Xo'p, hozir men sizlarga uslugalarning hammasini tushuntirib aytib o'taman. Xo'p, bizda bochka bor, massaj bor, yangi banka bor, hijama bor, keyin bambuki bankalar bor, bu shamollashlar uchun bo'ladi. Har juma bitta qiynalgan finansiy tomondan qiynalgan birodarimizni olib kelib, mana shu yoqqa hijama qilib, massaj qilib, xo'p, bambuki bankalarni qo'yib beramiz. Inshaalloh Alloh yo'ligan niyat xolis bo'lgani uchun, Xudo xohlasa bizni videolarimizni kuzatib ko'ring, istoriyalarimizni kuzatib ko'ring. Xo'p, kimgadir mana shunaqa uslugalar kerak bo'lsa, Metro Akademический 6-har kuni soat 10 dan 10gacha ishlaymiz. Hammalaringizni kutib qolamiz.